Barchaga xayrli kun. Bugun bizda bitta o'ta murakkab amaliyot bor. Bu amaliyotni boshlashdan oldin ota-onalarga naqadar o'g'il bolalar salomatligi uchun o'ta darajada jiddiy e'tiborli bo'lishlarini talab qilib qolaman. Sababi bugungi rejayotgan amaliyotimiz o'g'il bolachalarda ikki tomonlama ham demak yorg'oq sohasida moyaklar mavjud bo'lmasligi sababli operatsiyaga olyapmiz. Ko'pchiligingiz eshitgansiz katarxizm kasalligi haqida. Bugun aynan shu amaliyotni rejalashtiryapmiz. Chunki katarxizm bu kelajakda o'g'il bolalarning nasl pusht qoldirish, ya'ni farzandli bo'lish bilan bog'liq bo'lgan demak xususiyatlarni cheklaydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Demak, bugungi amaliyotimizdan sizlarga qisqacha ma'lumotni boshida berib o'tmoqchiman hamda operatsiya jarayonlarida ham to'liqroq ma'lumot beraman. Ko'pchilik ota-onalar uchun savol bo'ladi, o'zi moyak tug'ilganda pastga tushgan bo'lish kerakmi yoki yo'qmi? Aslida neonatolog vrach tomonidan o'g'il bolalar demak ona qornidan tug'ilishi bilan ikkala moyak joyida bo'lishi kerak. Joyida bo'lmasligi bu normal holat emas. Ko'pchilik holatlarda 1 yoshgacha bo'lgan muddatda moyaklar tepaga tushib chiqishi mumkin. Ba'zi bolalarda 5 yoshgacha bo'ladi. Bu narsani soxta katarxizm deyiladi. Lekin moyaklar o'lchamlari ikki tomondan bir xil bo'lishi kerak va ultratovush tekshiruvida moyak atrofida hech qachon suyuqlik bo'lmasligi kerak. Moyak atrofida suyuqlik bo'lsa, demak bu bog'lanuvchan, qorin bilan bog'lanuvchan gidrotseliy holati bo'ladi. Bu o'g'il bolalar uchun ham xavfli hisoblanadi. Ba'zan moyak biroz kattalashadi va biroz kichikilashadi. Ko'pchilik ota-onalar bu narsaga e'tibor qaratmaydi. Kelajakda moyakning qurishiga va befarzandlikka sababchi bo'ladi. Shuning uchun o'g'il bolalarda ayniqsa moyaklar salomatligi bilan bog'liq bo'lgan muammoga o'ta e'tiborli bo'lish kerak. Hozir bolachamizda ham ikki tomonlama demak katarxizm bo'lganligi uchun ikkalasini bir vaqtda o'zida tushirib, fiksatsiya qilib, keyinchalik bolani demak 2 yil davomida kuzatuvda olib boramiz. Har 3 oyda ultratovush tekshiruvda moyaklar o'lchamlarini kattalashmasligini ko'rib boramiz. Agar kattalashmasa, ularga maxsus gormonal terapiya qilinadi. Demak, kesma qayerdan bajariladi? Kesma cho'g' sohasidan bajariladi. Demak, men ko'pincha Rossa usuli deyiladi, metoddan qo'llayman. Rossa operatsiyasi, ya'ni Vadyankada qo'llangan usulni qo'llayman. Demak, cho'g' kanal sohasidan, demak, mana qo'ldan palpatsiya qilgan paytda mana bu chuqurlik bo'ladi mana. Maxsus chuqurlikka shu yerga men kirib olaman. Chuqurlik zonasi bor. Shu yerda demak atipik joylashgan moyak yoki gidrotseliy holatlarda ham aynan shu do'stdan qilinadi. O'g'il bolalarda churra bo'lsa ham shu do'stdan qilinadi. Juda qulaylik tomonlari, yaxshi tomonlari bu yerda aponevroz bo'lmaydi, ochishga oson hamda moyak izlashga juda ham oson hisoblanadi. Ko'rdingizmi? Bitta tortish o'tiribdi. Yechkani topdik mana. Mana yechkachasi bolacham. Ko'rdingizmi? Demak, mana bu tomondan kanatik elementlari kelgan. Bu tomonda esa maxsus boylam bor. Bu boylam borib nimaga ulanadi? Nimaga? Moyak terisiga borib ulanadi. Tuxum pastroq bor. Endi sekin buni ajratamiz. Moyaklarni ajratib oldik. Hozir bir tomondan pastga tushirdik. Xudo xolasa pastga tushirib, moyak terisiga fiksatsiya qilamiz. Yana bitta usul bor, bu eskicha usul. To есть men eskicha deyman, sababi Sovet davridan beri bor. Songa bo'ylab qo'yishadi. Endi bu sal noqulayroq, chunki bolaning harakatlanishiga xalaqit qilishi mumkin, keyinchalik infeksiya chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab ajratib moyak terisiga bo'ylab qo'yish eng yaxshi usul hisoblanadi. Chunki agar mana tepadan yaxshi ajratilsa, bolada muammo bo'lmaydi. Operatsiyani muvaffaqiyatli yakunlab oldik. Bolachamizni ikkita moyagini ham joyiga tushirdik. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bolachamizni ikkala moyakchalari mana hozir mana palpator ishlab ko'ryapman. Ikkalasi ham joyiga tushdi. Xudo xolasa, bolachamizni 1 oydan keyin kontrolni o'zida ko'ramiz. Sababi 1 oy davomida shishlari, achoklari bo'ladi. Shishlar, achoklari ketgandan keyin bitta o'zida ko'ramizda, keyin 3 oydan keyin ko'ramiz. Agar dinamikada moyak o'z joyiga tushgandan keyin tez o'ssa, yaxshi rivojlansa, hech qanaqa gormonal terapiya kerak emas. Ko'pincha bolalarning moyaklari o'z joyiga tushgandan keyin rivojlanishi hamda o'sishi yaxshi bo'ladi. Bolachamizga hozir operatsiyadan keyin uyg'ongandan keyin 2 soat davomida nazorat qilamiz shu klinikada. Keyin 2 soatdan keyin ko'ngil aylanmasi, qusmasi, hammasi yaxshi bo'lsa, uyga javob beramiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Kimda bolasida o'sha katarxizm, ya'ni moyaklardagi o'z joyida turmaslik holatiga shubha bo'lsa, albatta bu narsani e'tiborsiz qoldirmanglar.
bog'lansanglar, biz sizlarga qo'ldan kelguncha albatta yordam beramiz. Sog' salomat bo'ling. Erkaklar, ya'ni salomatligi bu bizning kelajagimiz poydevor hisoblanadi.